Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi bemorimiz iPhone 11. Bu iPhone 11imizga Change Class degan ekranimiz bor. Shundan qo'yib beramiz. Xudo xolasa 1 sifatli ishlaydigan ekrandan qo'yib beramiz. Kuzatib boringlar. Fikr va mulohazalar bo'lsa, kommentda kutib qolamiz. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. iPhone 11imiz tayyor. iPhone 11imizga ekranimizdan qo'yib berdik, sifatli yaxshi ekranlarimizdan qo'yib berdik mana bu. Kimgadir shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Master Alfa'da xizmat etiladi.